Salom do'stlar, sizlar bilan bugun Grand Mobile o'yinida qanday qilib tez va oson prava, ya'ni haydovchilik guvohnomasini olishni ko'rib chiqamiz. Keling, birinchi navbatda avtoshkolaga qanday borishni ko'rsatib o'tay. Navigatorga kiramiz и общественное местоga kirganimizda birinchida avtoshkola turibdi. Avtoshkolani ustiga bosganimizda kartadan bizga avtoshkolani belgilab beradi. Xullas, ketdik, bo'lmasam avtoshkolaga boramiz. O'yinga kirganingizda mana shu vokzaldan birinchi chiqasiz, keyin to'g'ri mana shu bratni oldiga kelasizlar. Mana shu bratni oldiga kelasizlar. Arendaga skuter beradi bu brat. Arendaga skuter olasizlar. Arendaga skuter olasizlar. Men skuter olmayman, menda veligim shu yerda edi. Velik bilan boraveramiz. Qani bo'lmasam ketdik. Kartada belgilangan chiziq bo'yicha ketaveramiz. To'g'ri bizni avtoshkolaga olib boradi. Uy. Mana do'stlar, avtoshkolaga ham yetib keldik. Mana. Velikni tushamiz, velikni qulflab qo'yamiz. Shtob yana kimdir olib ketmasin deb. Ichkariga kiramiz. Ichkariga kirganimizda burchakda teoriyalar, ya'ni o'sha qonun-qoidalar hammasi yozib qo'yilgan. Biz любой bitta ustol oldiga kelganimizda mana chiqadi. Sdacha ekzamen, narxi 250 rubl. Shuncha pulingiz bo'lishi kerak o'sha payt. Bosamiz savollarga javob berib ketamiz. Birinchisi o'sha shahar ichida qancha tezlikda harakatlanish, 3 kilometr, shahardan tashqarida necha kilometrda harakatlanish, 90 kilometr. Menimcha boshqalarini tushuntirish shart emas, chunki vaqt ketyapti. Shuning uchun tez bosib tashlayveraman. Savollarga javob berib bo'ldik. Уже nazariy tugadi, endi amaliyni bajarib beramiz. Qizil tochkalar bo'yicha yurish kerak. Bu yerda qanday yurish ahamiyatsiz. Men chiziqlarga bor bermasdan, shunchaki mana shu qizil tochkalar bo'yicha to'g'ri yurib berish kerak bo'ldi. Mana do'stlar, bizga prava berildi. Biz hamma ekzamendan o'tib bo'ldik. Kirganimizda litsenziyani ustiga bosganimizda наземный transport, bu est bor degan. Agar sizga nima воздушный suv transporti yoki havo transportiga ham nima kerak bo'lsa, litsenziya borasizlar, yana avtoshkolaga kirasizlar. Kirganingizda burchakka kelganimizda litsenziya na водный transport и воздушный transport bor mana. Narxi 10,000 rubl bilan 12,000 rubl ekan. Olasizlar. Agar shunaqa transport vositasi haydamoqchi bo'lsangiz. Shu bilan videomiz tugadi. Like va kommentni esdan chiqmasdan kanalga podpiska bo'linglar. Bu yangi videoyim, hozircha birinchi videoyim. Xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'rayman.